Xo'sh, assalomu alaykum o'rtoqlar. Endi Green Card lotereyaga bepul o'ynash bor edi. Ana endi bu $250 bo'lishi mumkin. Prosta registratsiya qilish. Meksikaga noqonuniy kirish. Chegaradan noqonuniy kirganingiz uchun 5000, agar qo'yib yuborsa yana 1000, 6000. Bu narsalar yaqinda qonun bo'lishi mumkin. Bu yerda ko'p mana. Hozir men sizlarga narxlarni aytaman. O'zgarishlar har joyda bo'lyapti. Oddiy vizada ham, green cardda, hamma narsada. Hozir men bitta narxlarni aytaman. Bu hozir mana bu. Uje nimadan o'tdi? Birinchi bosqichdan. Nimadan senat emas. Kongressda pastki nimasidan House'dan, House of Representative shundan o'tdi, endi senatga borish kerak. Unda ham o'tishi ehtimoli katta. Xo'sh, agar hozir mana bu o'zgarishlar senatdan ham o'zgarsa, narx-navolar qanaqa bo'ladi? Xo'sh, boshdan boshlaymiz. Birinchi vizadan boshlaymiz, o'rtoqlar. Xo'sh, endi oddiy turistik viza bo'ladimi? Farqi yo'q qanaqa viza. Odam olsa, O'zbekiston emas, любой mamlakatda viza narxi qancha edi? 160 mi qancha u? Mana shu ariza berish, u o'sha turadi. Agar sizga viza berilsa, unda siz $250 berar ekansiz. Mana bu yerda qo'yaman. Xo'sh. Endi Amerika kirgandan keyin, endi bu hozir oddiy viza bilan, farqi yo'q qaysi viza bilan, nima bo'lsa ham. Amerika kirdingizmi? I-94 form bor. Uni mana hammaga beradi-da. 94 formani. U $24. Bu bepul edi bu narsalar. Xo'sh, endi mana Green Card o'yini. Green Cardga endi o'ynash, registratsiya qilish, mana bilasizlar, bepul edi. Mana endi davlat tomonidan to'lanadigan nima? Soliqmi deysiz, nima deysiz? $250. Prosta oddiy Green Cardga o'ynash, registratsiya qilish bitta odamga. Men bularni nimasini Telegramda qo'yaman. Polni mana bu fayllarni silkasini. Xo'sh. Registratsiya qilish $250, to'g'rimi? Tak, endi 250 buni aytdik. Bu ham bir xil narsani ikki marta nima qilibman. Mayli ko'rsatay. Shu Green Cardga o'ynash, registratsiya qilish $250. Ko'ryaptimi yo'qmi? Yaqinroq qo'yaymi? Xo'sh, dalshi boramiz. Tak. Green Cardni yutdingiz. Yutgandan keyin mana bilasizlar, DS 260 forma bor. Shuni to'ldirish bepul edi. Ana endi shu DS 260 ni to'ldirish alohida o'rtoqlar, mana hozir versiya vizasi qo'yaylik. Nima qilish? Tak, $400. Demak, bitta Green Cardni o'ynashga yutsangiz, yutmasangiz $250 berib bitta odam o'ynaydi. Xo'sh, yutgandan keyin, agar yutsangiz, hali viza olishdan oldin oddiy DS 260 ni to'ldirib yuborish. Uni to'ldirib yuborgancha u viza olasizmi, olmaysizmi, sizgacha ochirat keladimi, kelmaydimi, farqi yo'q. Shu DS 260 ni to'ldirish $400. $400 mana. Demak, bitta Green Cardni olgan hozir o'yinini olsak, puli qancha bo'ladi? Green Cardga o'ynash $250. Agar yutsangiz agar, keyin $400 DS 260, o'zi 650 bo'lyaptimi? Undan keyin
viza puli 330 har bitta odamga. Bu har bitta odamga. Endi medical ko'rikam bir 300 mi 200. Mana o'zingiz hisoblanglar. Qancha. Endi hozir bu yerda kuyadigani, agar yutsangiz agar kuyadigani shu 250. Yutsangiz yutmasangiz 250 yo'qotasiz. Keyin $400. Viza olsangiz olmasangiz $400 yo'qotasiz. Konkretni havoga ketadigan, havoga emas endi, konkret yo'qotadiganingiz 400 plus 250 650. Endi viza ham, endi nima ham bor? Vizagacha mayli borsangiz agar 330 yana to'laysiz, doktor bu, mayli u narsalar, mayli bu narsalarni faqat bor edi. Lekin hozir mana bu ortiqcha $250 vez dunyo uchun. Yana qo'shimcha $400 yutganlar uchun. Prosta arizani topshirish uchun. Xo'sh, endi Meksikaga o'tamiz. Keyin Meksika orqali kelsa, noqonuniy o'tsa. Birinchi hozir men ikkita nimaga buni ajratdim. Ikkita faylga. Bitta fayl yosh bolalar uchun, 18 ga kirmagan bolalar uchun. Отдельный narxi navo, keyin kattalar uchun. O'sha 18 dan kattalar uchun. Xo'sh. Ana endi bironta bizdaqa yosh bola kelsa, 18 ga kirmagan. Ular endi yosh bola deganim ota-onasiz. O'zi kelsa. Ota-onasiz. Xo'p, bularga tak, hozir mana bu qo'yay bu yerda. Xo'sh, bularga agar kirdimi $3,500 shtraf deydimi endi, soliq deydimi? Agar kelsa noqonuniy 18 ga kirmagan. $3,500. Xo'sh. Endi bu $3,500 bilan beradi-yu, lekin bu yerda nimasi ham bor edi. Men hozir boshqa joyga qo'ydim, menimcha. Yo, balkim shumi. Mayli buni $3,500 bilan chiqadi deb aytaylik. $3,500. Xo'sh, keyin bilasizlar, shu 21 ga kirmaganlarni programma Sich bor. U bepul edi topshirish. Unga nima qilish? Endi 500 bo'ldi. Demak, nima kelgan odam, shu yosh bola endi 3,5 keldimi, agar qo'yib yuborsa, qo'yib yuborish kerak. $3,500 borderga berish kerak, $500 agar u sudni yutsa, endi mana bu 21 yoshlikda keyin immigratsiya. Hozir bepul edi, endi u 500. Xo'sh, dalshi boramiz. Agar mana shu yosh bola sudga kelmasa, o'zining sudi bo'ladi-ku, immigratsionni. Sudga kelmasa, unda uni sponsori, aytmoqchi, mana bu $3,500 kiradi-ku, u yosh bola bermaydi, uni sponsori beradi. Bu yerda shuni men nima qilmadim sizlarga? Mana qaranglar. Sponsor degan. Sponsor $3,500. Sponsor $3,500. Agar uni olib kirsa, ruxsat bersa. Xo'sh, endi olib kirdimi u sponsor? Agar yosh bolalar sudga bormasa. Chunki men o'zi bitta ikkitasini bilaman-da. Kirgandan oldin boshqacha edi. Hozir o'zi sal amerikalik bo'lib ketgan. Amerikalik qo'ydi qonun qilyapti, o'zicha hamma narsa ularga mumkin, bespredельничать qilib yuribdi. Mana shunaqalarni sponsori bo'lsa, sizlarga taalluqli. Mana shular bormasa sudga, bironta kech qoladi, nimaki bo'lmasa, shtraf qancha ekan? Birinchi qo'yaylik, mana bu sponsor degan joyida. O'qib qo'yinglar. Sponsori $5,000. Shtraf $5,000. Endi ko'rinyaptimi yo'qmi? Lekin men bularni hammasini nimamga qo'yaman? Telegram gruppaga qo'yaman. Xo'sh, bu endi yoshlar edi. Endi kattalarga o'tamiz. Meksika orqali kelganlarga. Xo'sh, qani? Mana birdan yozib qo'yibdi. Kim noqonuniy o'tishga harakat qilsa, qo'lga olsa sizni, shu zahotda o'zi $5,000 shtraf. $5,000.
$5000. Bu $5000 deb berasiz, chiqib ketasiz emas. U 21 yoshlik, 18 yoshga kirmaganlar, ular menimcha chiqadi 3,5 mingni berib. Sponsor 3,5 ming. Chunki beryapti-da. Amma mana bu kattalar uje. Endi boyagi 21, 18 yoshga kirgan agar bir o'zi bo'lsa, hech kim bo'lmasa, sponsor 3,5 ming beradi-yu, uni olib chiqadi. To'g'rimi? Xo'sh, kattalar shuna keldi, qo'lga tushdimi? 5000 shtraf. Bu 5000 shtraf degani 5000ingizni oladi-yu, sizni qo'yib yuboradi emas. 5000ni oladi-yu, shtrafni qo'yadi-yu, sizga detentionga qo'yadi keyin. Detentionga borasiz. Agar menimcha u $5000 bersangiz, undan keyin sizda agar bular parol bilan chiqarmoqchi bo'lsa, yana $1000. Agar parol bilan chiqsangiz, mana yana $1000. Endi men bilmasam, sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi, prosta men buni ko'rsatmasam ham bo'ladi, lekin Telegram kanalida qo'yaman hamma mana bu fayllarni. Xo'sh, ana faraz qilaylik, siz chiqdingiz-da, 5000 ni berdingiz, yana 1000 ni berdingiz, 6000, to'g'rimi? 6000 bilan Amerika kirdingiz. Xo'sh, keyin nima? Kirgandan keyin ishlash kerak. Ishlash uchun work authorization degan narsa bor. Ishga ruxsat. Uni olish kerak. Lekin u ishga ruxsatni olish uchun birinchi boshpana arizasini topshirish kerak. Bu qonun agar kuchga kirsa, boshpanaga berish ham pulli bo'ladi. Nechta pul bo'lar ekan? Xo'sh, boshpanaga berish $1000. $1000. Bu advokat olsangiz, advokatning puli emas. Bu advokatingiz bormi, yo'qmi, boshpanaga topshirish $1000 bo'ladi. Agar qonun qabul qilsa, lekin qabul qiladiganga o'xshayapti. Ko'ramiz. Xo'sh, $1000 berdingiz. Endi o'zi mana sizga Amerika kirishingiz agar qo'yib yuborsa, necha pulga tushyapti? U boshqa xarajatlaringizdan keyin tashqari 5000 detention, 5000 borderga $1000 chiqargani uchun, agar chiqarsa 6000, 1000 boshpana 7000, undan keyin 5 oy kutasiz. 5 oydan keyin ishga ruxsatga topshirasiz. Ishga ruxsatga topshirish hozir bepul. Lekin bu qonun kuchga kirsa agar necha pul bo'ladi? $550 bo'ladi. Hozirgi nima qonun bo'yicha bepul. Hozirgi qonun bo'yicha 5 yil muddati bor. Endi nima bo'ladi? Agar qonun kuchga kirsa, birinchidan 550, ikkinchidan work authorization'ni ishga ruxsatni muddati 6 oy bo'ladi. Mana bu yerda men buni ham qo'yganman. Narxini ham qo'yganman. Qancha muddatga nima bo'lishini ham, amal qilishi ham. 550 bo'ladi. 550 va 6 oy. 6 oydan keyin yana yangisini qilsangiz agar, yana 550 boshqatdan berishga beradi. Bu sizga work bersa, bermasa ketdi 550'ingiz. Endi hisoblayapsizlarmi? Mana Meksika kelsangiz, xarajatlarni qanaqa? Tak. Endi dalchi boramiz. Endi u yog'i sizlarga qiziq bo'ladimi, yo'qmi? Bu yog'i yana boshqa narsalarga ham nima qo'ygan? Narxlar, hamma narsaga narx qo'yib tashagan. Endi masalan, sudga bormadingiz. Sudga bormasangiz, bilasiz, deport qo'yadi, to'g'rimi? Deport qo'ydi, sudga bormagani uchun, agar sizni deport qo'ygan uchun chiqib ketmasangiz, menimcha 30 kun vaqt beradimi? Qancha vaqti bor? Shu kunda chiqmasangiz, sizni ushasa, unda nima? Agar chiqib ketsa, mana absentiya degan, deportni urdi, sudga kelmadingiz, sizni ushadi. Bu ham $5000. $5000. Endi green card olmoqchi. Faraz qilaylik, sudda yutdingiz, endi siz green card olmoqchisiz. Endi green card olish uchun deyapti, sudga yana agar через sud bo'ladigan bo'lsa, endi mana shu joyini sal tushunmadim. Lekin men bu yerda yozganki, agar sud orqali olayotgan bo'lsangiz, sudga $1,5 ming berasizlar degan.
Shu joyi noma'lum. Qani 1,5 ming dollar sudga ham berasizlar, keyin immigratsiyaga ham yana 1,5 ming, 1,5 mingmi? Shu joyini tushunmadim. Xo'sh, sudda yutqazdingiz. Sudda yutqazish unda nima? Apellyatsiyaga bermoqchisiz. Apellyatsiya. Apellyatsiyaga bermoqchisiz. U necha pul bo'ladi? U 900 dollar bo'lar ekan. Bu 900 dollar apellyatsiyaga berish. Bunaqa narxlar yo'q edi o'rtoqlar. Bu yo'q edi bu narsalar. Taksi shu immigratsiyaga ham shu agar отказ olsangiz, apellyatsiya bermoqchi bo'lsangiz, imigratsion ofitserda u ham 900 dollar. Buni ko'rsatib o'tirmayman, bir xil narsa. Xo'sh, dalshi ketamiz. Sud bilan masalan siz sudni yutqazdingiz yoki sudni boshqatdan ochmoqchisiz. Apellyatsiya emas, boshqatdan ko'rib chiqishni sudyadan so'rayapsiz. Motion to reopen deydi. Motion to reopen or reconsider. Bu. Xo'sh, u necha pul? U ham 900 dollar. Bu ham 900 dollar. Xo'sh, endi u yog'i mayda chuyda nimalar? Sudis agar hali mana bilasizku 2-3 yil davom etadi, har yili sudxonaga 100 dollar berish kerak. Har bir yil bo'lganda sudxonaga 100 dollar. Tak. Agar sudga borasiz, sudingizni masalan advokatsiz keldingiz, yo sudingizni siz boshqa kunga qoldirishni so'raysiz sudyadan. Agar ruxsat bersa, unda ham sudga 100 dollar. Endi u yerda mana boshqa narsalar bor. Men ko'p narsani qo'ymadim. Faqat nimalarni qo'ydim? Bizga kerakli narsalarni. O'zbeklarga taalluqli bo'lgan narsalarni, boshqa narsalar ham bor. Bundan tashqari Medicaidga ham o'zgarishlar kirgizmoqchi bular. Bular endi men Medicaid nima qilmayman, ular Medicaidga ham endi bunaqa hammaga ber, bunaqa narsani bular to'xtatmoqchi. Unga ancha chuqurlashib ketmadim, chunki u narsa 28 yo 29 dan boshlangan ekanda, yildan. Hali vaqtimiz bor. 28-29 gacha vaqtimiz bor. Shunga yaqin kelganda o'zi Medicaidni ham, strafovkani, uni ham keyin bir vaqti kelganda, hali agar shu qonun qo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi, kim biladi. Tramp o'rniga boshqa prezident kelib bir narsa qiladimi, lekin ming boshqa prezident kelsa ham agar bu qonun bo'lsa, qonunni almashtirish qiyin-u. No baribir ham. Hozircha mana shu o'rtoqlar, buni hammasini men nimasini isbot dalillarini Telegramga qo'yaman. Telegramga ko'rsalaring bo'ladi. Hamma narsa bor yerda. Endi men bu yangi qonun bo'yicha. Endi bu hali kuchga kirgani yo'q. Kongressni birinchi nimasidan, birinchi pog'onasidan, pastki nimadan, birinchisidan o'tdi. Palatadan endi ikkinchiga borish kerak. Ikkinchidan ham o'tsa, o'rtoqlar, ko'p narsa o'zgaradi. Bu o'zi faqat narxlarni aytdim. Narxlardan ham ortiq yana boshqa narsalar ham bor bu yerda. Chunki o'zi bu o'zi ICEga ko'p pul beryapti, deportatsiyalar uchun, boshqa narsalar uchun, kuchaytirish uchun. Chiqib hozircha mana shu. Mana o'zi bilasizlar, bularga o'zi pul qolmadi. ICE charchab qoldi, pul qolmadi. Shuning uchun agar o'zi mana buni agar nima qilsa agar bularga har tomonlama kuch bo'ladi. Takshto mana shunaqa fikrlaringizni yozinglar. Harakat qilaman. Savollarga qarab, balkim yana bitta yangi video qilishimiz mumkin. Lekin o'zi men o'zi sekin-sekin Telegramimda ham sekin-sekin o'sha savol-javoblarni boshlayapman. Lekin xohlaganimda bo'lmayapti. Meni ideal nimasin? Ideal variant kamida bir marta bir haftaga nima qilish. Kamida, atak 2-3 marta. Endi ko'ramiz, harakat qilamiz. Shunga kelib odamlar bilan gaplashib, savol-javob qilib shu yangiliklarni aytishdi. Hozircha mana shu o'rtoqlar, sog' salomat bo'linglar.